Bu videoda biza dahshatli Darknet saytiga kirib, yana o'sha qotil klonlarni chaqirib ko'ramiz. Va esingizda bo'lsa, bundan oldingi qismda biza birinchi qotil klonni chaqirgan. Va u klon bizga chemadonni tashlab ketgan. Va ana endi bu videoda esa biza yana bir qotil klonni chaqirib, o'zi nimaga qotil klonlar borligini va Sardorni qayoqqa o'g'irlab ketishganini aniqlamoqchimiz. Darknet 3-qism. Klonlar haqiqati. Va ko'rib turganingizdek, do'stlar, biz dachani chiqarsamiz va qorong'i tushni ham kutib oldik. Va endi bo'lmasam, o'zimizni an'anamiz, har doimgi sodiq qolgan holatda Darknet saytiga kiramiz hozir. Yo'q, qilmaymiz, ko'rishmaymiz, kelmaymiz deymiz. Bu yana okey. Menga rostdan ham qiziq. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga bu klonlar vaqtida bor va ularni maqsadi o'ldirish bo'lsa, nimaga o'ldirmayaptilar? Biz buni oxiriga yetishimiz kerak. Va shu bilan bir qatorda chemodanchi nima bor va Sardor qayerda? Bu savollarning hammasiga javob topishimiz kerak. Va bu uchun esa biz hozir yana o'sha Darknet saytiga kiramiz. Do'stlar, men bu videoni o'sha dahshatli saytga kirishdan oldin yozaman va do'stlar, meni yaxshi eshitinglar. Biz bu Darknet sonini 3-qismini olamiz va aynan mana shu qismdan nimagadir juda ham qattiq qo'rqaman, chunki o'tgan safar mana bu klon yo'limizgacha keldi. Va albatta do'stlar, men mana shu Darknetga aloqador videolarni, ya'ni qo'rqinchli va eksklyuziv videolarni sizlarga juda ham ko'plab olmoqchiman va aynan mana shunday videolarni o'tkazmaslik uchun hozir obuna bo'ling va albatta Darknet bu 3-qism bo'lsa, 4-qismi ham bo'lishi kerak. Va Darknet 4-qismini ko'rib, xuddi bir kino ko'rgandek bo'lmoqchi bo'lsanglar, albatta hoziroq like bosinglar, chunki 99 ming like va shu videodan davom chiqadi. Stop. Balkim biz shunda haqiqatan ham juda ham bir dahshatli joylarga yana bir borib ko'ramiz. Balkim o'shdan klon chaqirib ko'ramiz. Masalan, Tashindiq bino yoki balkim Yevropadagi juda ham qo'rqinchli joylargadir. Aytgancha, agarda biz Yevropaga boradigan bo'lsak, albatta aviasales.uz dan foydalanamiz. Chunki aviasales.uz da biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va xuddi shu paytda do'stlar, mabodo biz rostdan dahshatli joyga borsak, o'sha joyda qo'rqib, ham uxlamasligimiz uchun bemalol mehmonxonalarni ham aviasales.uz orqali bron qilsak bo'ladi. Yaqinda chetga chiqmoqchi bo'lganlar nimadan foydalanish bilasizlar? Aviasales.uz va bo'lmasam do'stlar, bundan oldingi qismi, ya'ni Darknet 2-qism attiga 15 kun ichida 4 million prosmotrdan oshdi. Va qani ko'ramiz, bu qismi qancha prosmotr olar ekan. Bo'lmasam Darknet 3-qism boshlandi. Va do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytini Clones degan bo'limni ochib oldik va bu mana shu bizani dahshatga solayotgan bo'lim. Menyuyimizda nimalar bor? Bizda tralalala bor. Ko'rsatmalarda 9 yoshida sirkda yo'qolib qolgan, 14 yoshida birinchi marta ruhiy kasalxonaga tushgan. Oqartirilgan klon niqobi bilan tunlari ko'chlarda paydo bo'ladi. Buni men hech chaqirmagan bo'lardim. Xo'p, dayta men eng past ishini eng past qanaqa qilib ekan? U eng pastdan shoshimam qanaqa? Ismi Dahshat ekan. Yoshi 29da, bo'yi 1.92, natijasi 26. Eng ko'p odam. Rekord. 26 ta. Qanaqa bo'ladi 26 ta odam? Balkim 29 ta bo'lar kelgandan keyin. Ularning orasida qolgan. Ayniqsa oxirgisidan keyin men to'g'risi bularni qanaqadir kvestdagi aktyor deb o'ylagandim, lekin ular rolni yaxshi o'ynayotgancha. Hammaylar aynan bu dahshatli ko'rsatmalari ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bitta klon qaytib kelgan, lekin u endi odamga o'xshamasdi. Davayt mana shuni chaqiraylik. Uncha qo'rqinchli ham emas ekan. O'zbekcha ekan ismi. Dahshat. Qarayda lekin. Svet chiqib qoladi yana. Da, voy biladi-da. Bos bo'libdi, ko'ramiz svet o'sharami yo'qmi. Svet o'tsa men yo'qolib qolishim mumkin. Mayli do'stlar, bo'lmasa mana shu dahshat degan klon tanlaymiz. Ketdi, tanlashni bosdim. Bu nima? Bu vobshe boshqa klon tanlab qo'ydi do'stlar. Kobra. Boygi joyda bormidi bu? Bilmayman, bu bosib oldingmi menimcha? Yo'q, men bosganim yo'q. Sayt bunaqa xato qilish kerak emas. Ya'ni bu narsa biz zapisdan qolamiz, odamlar ham ko'ryapti. Bitta boshqatdan chiqib kirsa bo'ladimi? Da, bo'lsa kerak. Mana qarang. Xuddi mana shu dahshatni qaytarib bosaman. Baribir shunga, yana shunga olib kirdi. What the hell? Qarang, balkim sayt bizani mana shu klon chaqirishni so'rayotgandir. Balkim. Bu klon haqida ko'rsatmalar bor ekan va buni o'qiymiz. Bolaligida Jek ismli bola sirk Jek, unaqa ism yo'q O'zbekistonda, u hammaylar. Bolaligida Jek ismli bola sirkdagi klon bo'lishni orzu qilardi. Bir kun sirkdagi baxtsiz hodisada uni oilasi halok bo'ldi. Jek bu voqeani ko'tara olmadi va ruhiy kasal bo'lib qoldi. Yillar o'tib, u yuzini klon bo'yog'i bilan yashirib, odamlardan qasos ola boshladi. Shundan keyin uni qotil klon deb atashdi. Yuzlarim pishib, etlarim. Buni isos bilan o'zlari topgan. Ismi Kobra. Jek emas. Birinchidan bu yolg'on, menimcha ma'lumot. Ikkinchidan yoshi noma'lum. Ma'lumot yo'q. Bo'yi 1.74, natijasi 6 ta. Lekin rasmini qarang, birinchi marta buni qarang, yaqindan oling. Yaqindan qo'rqinchli ko'rinadi. Xo'p, biz baribir любой bitta klonni ham chaqirmoqchi edik. O'rniga baribir sayt shuni chaqirishni xohlayotgan ekan, chaqiramizmi yo'qmi? Davay go. Rozimisan? Mayli, davay. Qaranglar deyman, faqat meni nomerimni yozyapmiz. Ketdimi? Ketdi.
Svet o'chadi hozir. Tayyorlanish Bular kerak. rostdan. Давай. Svetlar yoqib qo'yilib vallahi 3-2 bor chaqirishni bosdim. Men rostdan chaqirdim. Sayt ishlamayotgan bo'lsa. Da, manimcha shunaqa. Svet o'chmadi. No, stop. Demak, menimcha просто o'xshamadi. Va videosi joyida tugadi. Stop.